Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarim, yaxshimisizlar, yaxshi mana. Bizlar bugun 600 kvadratlik katta obyektga kelganmiz. Bu obyektimiz Samarqand Gorbanitsa tomonida joylashgan. Bemalol baho bersalaringiz bo'ladi. Ustakamiz 12 ta viloyat bo'yicha o'sha chiroyli xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Bittadan likelarni aymanglar, like bosgan akamizga kamiga bittadan mana shunday uylarda yashash nasibi ro'za aylasin. Juda ham chiroyli chiqdi, lekin azizlar, remontga bitta baho berib qo'yinglar. Bu fasad qismimiz oq однотонный fasonda bo'lgan, juda ham chiroyli chiqqan. Mana ko'rib turayotganingizdek, bu oq bo'lgani bilan buni har xil fasonlari bor ekan. O'sha chiroyli qilib однотонный fasonda urib berganlar. 2 sloydan bo'lgan, 2 sloy polirovka, 2 sloy lak, 2 sloy traintin bo'lgan. Aziz do'stlar, baho bersangiz bo'ladi. Har bitta tumani pastiga, tepalariga penoplastiyalar yopishtirib bergan. Bu o'zi aslida tekis tumba bo'lgan, lekin penoplastiyaga eshik deraza girdiga, tumalarga polni penoplastiyaga bo'lgan. Mana shu narsani oldin sizlar xarid qilib berasizlaringiz, ustiga yopishtirib berasizlar. Hozirda ichiga kirib ketadi. Bonus, kattagina bonus nima qilganlar, e'lon qilganlar shu oyda oxirigacha ekan. Penoplastiyaga yopishtirib berish ichida bo'ladi. Kvadrat metriga kelsaga 1 kvadrat metri azizlar $8 boshlanadi to $12 Bu hovlimizda 1 kvadrat metri $10 bo'lgan. Ustaqi, material hamma narsasi ichida 12 ta viloyat bo'yicha mana shu chiroyli xizmatlarni yoritib berar ekanlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, remontga bitta baho beringlar. Zo'r chiqqanmi aziz do'stlar? Qaysi viloyatdan bizani kuzatyapsizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Uyimda mana shu chiroyli remont qilaman degan akalarimizga bu videomizni